bor ekan multikullar bilan. Qani orqa tomonimizga chiqaylikchi. Bu yerda futbol o'ynasa bo'ladi. Kim futbol o'ynagisi kelsa o'ynaydi. Bu yerda bunaqa o'tlarni oladigan, sepadigan anaqalar bor ekan. Bu yerda esa jakuzi bor ekan. Har xil rangda tiqiladi. Meni yoqtirgan rangim bu pushti. O'shaning uchun men pushti rang tanladim. Endi o'chirib uyga kiramiz. Qani ketdi. Bu yerda esa narsalarni qovursa bo'lar ekan. Mana. Uyga kirib ketamiz. Qulflab qo'yamiz. Qani ikkinchi etajga ketdi. Ikkinchi etajimizda mana kompyuter o'ynaydigan joy bor ekan. Kitoblar o'qiydigan joy ham bor ekan. Bu yerda esa ikkita kravat bor ekan. Chiroyli ekan. Bu yerda seyfimiz bor ekan. Seyfimizda ichida nima bor ekan? Pilla bor ekan. Hop, seyfimizni yopib qo'yamiz. Bu yerda vobshe chiroyli ekan. Bu yerda sekret joy bormi desam yo'q ekan. Pardalarni yopib qo'yamiz. Bu o'xshamadi. Wow, chiroyli bo'lib qoldi-yu. Hop, mana bu yerda nima bor ekan? Bu yerda esa tualet vanna bor ekan. Endi biz mana bu yerga chiqib ko'rmadik. Bu yoqqa chiqib ko'ramiz. Mana nima bu? Hech nima yo'q ekan. Bu yerda ham bor ekan. Mana. Hop, bu yerda esa uylarni tomosha qilsa bo'lar ekan. Endi ko'chamizga ketdi oldi tarafga. Eshigimizdan qulflamabmiz. Hop. Bu yerda nima bor? Bu yerda o'tsa bo'lar ekan. Hop. Mana shunaqa uy bor ekan. Tavsiya qilaman. Vobshe chiroyli. Ichlarini o'zingiz ko'rib chiqdinglar. Obuna va like bosish esingizdan chiqib qolmasin. Sizlar bilan Sabina.